Assalamu alaikum, hürmetli Şərq Türkistanlıq muhacir musafir qarindaşlarım, aziz milletim. Yakında New Zelandiyada Gülzaman isimli Uyghur olmayan bir qarindaşımız ki bu New Zelandiya Köp Medeniyetlik Milletler Federasyonunun reisi. Xitay komünistlerinin aziz vatanımız Şərq Türkistan'da ilip birivatkan cinayetleri, neçə milyon Uygur'un yitivatkan lagırlar meselesi ve cümleden Xitay'nın muşu meselede cevapgarlık tatiliş için New Zelandiya hükümetine tapşırıldığın 10 bin kişilik bir petition, bir imza seferberliği başlattı. Hazırgıçı jıqqan imzası 1700. Bir haftalık bir vakit kaptı. Bu mezgilde biz 8300 imzanı toluqlaşımız gerek. Bu bizninki hem milli hem manevi mesuliyetimiz dep qarayman. Yana hem ikincisi 11. ayının 6. günü Cenevada keng ko'lamlik bir namoyish ilib berilmoqchi. Bu mu bizning vatanimizni dafsanda qilayotgan, ishg'ol qilayotgan lagerlar masalasi bilan Uyg'urni qattiq bir qirg'inchilik bilan imtihon qilayotgan bu Xitoy kommunistlari qarta o'z maydonimizni ifodalash uchun bu namoyish o'rnashtirildi. Vatanimizning mustaqillik yo'lida albatta namoyishlar bir vosita, bir nishon emas, lekin bizni birlashtiradigan, bizni manzilga, nishonga ilib boradigan bir vosita. Bu namoyishga butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning umumyuzlik ishtirok qilishini talab qilaman. Ahırda Salih Xudayar qarindashimizniki 11. ayının 12. günü vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik kunida Amerika elchixonasi oldida namoyish ilib berish chaqirig'iga men ovoz qo'shaman, qo'llayman bütün tashkilotlarimizni mushu safarbarlikda inshaalloh o'rtoqlashishni talab qilaman. Assalomu alaykum, ehtirom bilan Said Tumtur.